2026 Chevrolet Malibu Mach yangi avlod sedani zamonaviy dizayn va ilg'or texnologiyalar bilan taqdim etildi. Bu model qulaylik, xavfsizlik va samaradorlikni birlashtirib, oila hamda biznes uchun mukammal tanlov bo'lib xizmat qiladi. Yangilangan kuzov chiziqlari aerodinamik shakl va keng salon bilan ajralib turadi hamda zamonaviy ko'rinish beradi. Haydovchiga ishonch bag'ishlaydi doimo. Tashqi ko'rinishda LED farlar, kunduzgi yoritgichlar va katta radiator panjarasi mavjud. Xrom elementlar va sport uslubidagi diskalar avtomobilga yanada joziba beradi. 2026 Chevrolet Malibu Mach shahar va magistral yo'llarda barqaror harakatni ta'minlaydigan mustahkam platformaga ega hisoblanadi. Shu bilan birga yoqimli ko'rinish va kuchli imij yaratadi. Barcha haydovchilar uchun mos keladi. Salon ichida keng o'rindiqlar, yumshoq materiallar va raqamli panel joylashgan. Markaziy sensorli displey Apple CarPlay hamda Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. 2 zonali iqlim nazorati va sifatli audio tizim safarni yanada maroqli qiladi. Orqa o'rindiqlar buklanib, qo'shimcha yuk joyi yaratadi. Katta oila uchun qulay imkoniyat taqdim etadi. Hamisha amaliy yechim. Dvigatel qismida esa 2,6 litrli turbo benzin agregati taqdim etilib, yuqori quvvat va tejamkor yonilg'i sarfini ta'minlaydi. Avtomat uzatmalar qutisi silliq almashinishni taklif etadi. Old va to'liq tortish variantlari mavjud bo'lib, har qanday ob-havo sharoitida ishonchli boshqaruv beradi. Tezkor akseleratsiya va past shovqin darajasi bilan ajralib turadi. Doim samarali. Xavfsizlik tizimlari orasida adaptiv kruz nazorati, favqulodda tormozlash, piyodalarni aniqlash va yo'l chizigini ushlab turish funksiyalari mavjud. Ko'plab havo yostiqchalari va mustahkam karkas yo'lovchilarni maksimal darajada himoya qiladi. Orqa kamera va parktronik tizimi haydovchiga qulaylik yaratadi. Shuningdek, kor nuqta nazorati va avtomatik yorug'lik boshqaruvi ham mavjud bo'lib, xavfsizlikni oshiradi. Sezilarli yoqilg'i sarfi aralash rejimda juda maqbul ko'rsatkichlarni namoyish etadi. Bu esa kun